Barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlar 5 ta ommabop tovush orqali muloqot qiladi. Birinchi tovush ne? Bu tovush ochlikni bildiradi. Keyingi tovush qaysi? Keyingi tovush av. Bu esa uyqu kelganini bildiradi. Juda yaxshi. Bola o'zida noqulay holatni his qilganda-chi, qanaqa ovoz chiqaradi? Bu he degan tovush. Keyingi tovush er qornidan bo'lganda chiqaradi. Oxirgisi bu esa ko'krakning yuqori qismida havo to'planib qolganda tana uni chiqarish uchun refleks tarzda javob beradi.